Assalomu alaykum obunachilarimiz. Ko'rib turganingizdek, men tosh kavlagani tushuvdim. Atigi bittagina temir kirgan ketdi do'stlar. Lekin bu yerdan chiqish muammoga o'xshaydi. Axir menda nima bor? Menda tosh bor. Toshdan ko'p narsa yo'q endi. Ya, Axir 1-aprel emas. Pacham. Sen. Nima qilding? Qanisan? Almas qilich. Ushkashim yo'q. Endi bugun to'xta. Bugundan sen uyingda yashayman. Ketmaydi men uyim. Sen meni uying. Boshqalarniki? Axir sen meni uyim portaking, boshqalar emas. Birovni uyini tortgandan ko'ra seni uyini tortgan yaxshi keladi. Qani do'stlar, men endi shu yerda yashayman. Shuna bilan uy. Men hozir o'zimni joylashim mumkincha to'xtatib turaman. Afsuski do'stlar, men divanimni ham yo'qotib yuboribdi. Shunga endi esa do'stlar, bu yerda men divanimga как раз pushti divanimga shu o'g'irlab chiqib keta qolaman. Axir mendan nima ketdi? Axir hech kim ko'rmayapti, to'g'rimi? Mayli ketdim. Endi joylashamiz do'stlar. Eshikni olib nima qilyapsan? Bu yerga esa divanni qo'yib qo'yaman. Menga nima yo'q? Men esa bu yerga velosipedga kirib ko'raman. Mendek. To'xtang. Men biroz tosh kavlayman. Do'stlar, bu yer olmozmi? To'xtang, velosiped yoki sandiqning tagida bo'lishi kerak, shundamiz. O'ylaymiz. Do'stlar. Do'stlar, pastga tushib bo'lmaydi. Qanday qilib tushaman endi? Sindirib tushaman. Bundan tushib ketsa bo'lmayotgani mayli. Sindirib tushsa bo'ladi. Lekin qancha pastda bu? Men qachonga tushaman endi? Mana topib olmaslikning kasofati. Do'stlar, bu yerda hech qanaqa tuzoq yo'qmi? Do'stlar. Bu yerda nega bu shunchaki qopashmagan? To'xtang. Siz ham Kalmar o'yinidagi ikkinchi fasldagi narsani eslab qolgan bo'lishingiz mumkin. Demak, bu bloklar faqat to'g'risini ustiga tursa, biz xuddi tosh ochib kirishimiz kerak. Chunki bizda toshdan ko'p narsa yo'q. Bu portlamadi. Demak, bu haqiqiy, to'g'rimi? Bu yerga men shunchaki blok qo'yib o'tishim mumkin. Shalg'uz tuzga tushib ketardim. Endi qaysi biriga? Bunga ham tosh otib bo'lishimiz mumkin do'stlar. Lekin biz toshni tejaymiz. Chunki toshni bekorga kavlaganimiz yo'q edi. Uyimizni yangilagan edi. Lekin kimdirlardir 1-aprel deb kelib qoldi. Do'stlar, portlayapti. Uncha yaxshi portlamayapti, yaxshi. Demak, men u yoqqa toshlarni sarflab kelaman meni. Mayli, toshga ko'p narsa yo'q. Demak, bu to'g'ri. Endi bu yoqqa bitta tosh otishimiz kerak. Chunki tosh ko'p deb sarflamaymiz. Demoqchi, endi o'ldi. Endi bunga bitta tosh otishimizga to'g'ri keladi. Ikkinchi bor to'g'ri qilishga urinish kerak. Demak, bosishimiz mumkin. Endi bu yoqqa otib ko'ramiz. Do'stlar, menga вообще oxirida nima bo'lishi qiziq. Mana bu yerga bitta qo'yamiz va tashlaymiz. Menimcha hech bola bo'lmasa kerak. Mana bunday. Do'stlar, bu salqosi yurib boradimi? Yaxshi do'stlar, lekin yana bitta tashlab bo'ldik. Shunday yaxshi. Menimcha hammasi bomba qo'yib tashlamagan degan umiddaman. Yaxshimiz. Endi eng muhimi turib olmaslik, chunki turib olib yiqilib tushishimiz ham mumkin. Mana bundayroq va mana bundayroq. Oxirida nimalar?
do'stlar, bu yer ham tuzoq ekan. Men umuman bilmadim. Lekin mana bunday qilib o'tib ketishimiz mumkin. Endi qaysi biri? Mana bunga o'tib ketishim kerak. Hoppa. Va bizda bor edi bitta yana. Of. Nima bu charkashgan toshlarim ham yetmay qolyapti. Okey. Ha, qo'rqib ketibman nima deb. Okey do'stlar, okidokiyo. Demak bunisi haqiqiy. Biz hamma shartlardan o'tib oldik. Hayır, endi ikkinchisi. Va bularni birlashtiramiz. Qani do'stlar, bizni nimalar kutyapti? Menimcha sandiqdoshimiz kerak. Yo'q deganim bittaman, okey. Endi esa taqilishimiz kerak. Do'stlar, men tanatama bunaqa qilib keldim, chunki oxirida bu nimaligini bilib olib portlatishimiz kerak. O'zimiz portlab ketsak ham. Qani ichini ochamiz. Ha, ichini ochib o'rgatyapti. Va mana bu yerda write 10 kara 10. Bu juda ham oson, axir 100 bo'ladi-ku. 100 bo'ladi. Demak, bu yerda 220 10 va 100. Mana bizga keraklik. Buni nima qilyapti qo'limda? Hayronsan. Yozamiz va men olmaslar, buni kerakli narsalarni portlataman. Lekin boy qatalik boyman. Sen qayerdan kelding bu yerga? Men aytdim. Hammasi meniki. Urma meni. Men yaxshi niyatda keldim. Sen ertalab dinamalik deganingni esingdami? 1-aprel dedim. Ha, men esa 1-aprel deb o'ylamagandim. Sen meni uyimni qanchalik qo'rqitganingni esingdami? Nima bu? Kechirasan, men ham bu ishni qilmasam bo'lmaydi. Yo'q. O'zim portlab ketgan bo'lsam ham. Yaramas. Yana bir ikkita qilaylik, to'xtab tur. Qandasiz? Qani? Kema portlataman. O'zim ham portlab ketgan bo'lsam ham mayli. Mayli, yana bitta portlatamiz. Mayli, o'zim portlab ketsam ham uni alamimni oldim do'stlar. Nega portlatishga hayronsan? O'zim mayli. Lekin bundan alamimni olib oldim.